kelib, katta uylar bo'lsa-da, ichidan katta garderob bo'lsa-da, bunaqa astronomlar bilan, bunaqa podsetkali shkaflar bilan. Okalar, bu yog'iga, ya'ni spalniga katta shkaflar qilish modadan qoldi. Endi mana bunaqa katta bitta garderobga xonalar bo'ladi. Bunaqa o'rtasida mana astronomlar bo'ladi. Takoy kamar, galstuk, tilla taqinchoq taxlaydigan, bunaqa katta beshirkalar bilan garderob shkaf bo'ladi. Ko'rsatuvlar cho'tki. Hammasida podsetka bor. Pachkon ushlangan, juda chiroyli. Mana tegidi material alohida tegishli buni. Endi bo'layotgan bo'lsangiz adashasizlar do'stlar. Masalan, alohida yumshoq. O'zini rangi boshlangan podzol juda chiroyli. Tortlaringizga e'tibor berasizlar. 10 tandem. 35 kilogacha bo'ladi. Davrchilik. O'stirimiz o'zidan o'rtada turishi kerak. Просто hali uyga ko'chib o'tishmagan, shunga перестановкасы ozgina boshqacha. Oynalar bor, bemalol mana ikkita o'ziga qarab olish uchun. Bu xonamiz podvalda joylashgan, shuning uchun oynalarimiz bor. Patologga yaqin. Общем olganda juda zo'r xona bu garderob. Bemalol kiyimni taxlab, faqat bitta oilaning ikkita butun oilani kiyimlarini taxlasa bo'ladi. Bemalol hammaga yetadi. Shu joyda dizaynerlarga yana bitta zametka. Hop, oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, dizayn qilayotganda mebelni patologga pritik taqab qo'yishadi, dizaynda akkuratni cho'tki tekis turgan bo'ladi. Lekin hayotda mana ko'ryapsizlar, mana bu teyyapti. Mana bu yog'i teyyapti, lekin qolgan joy tegmayapti. Bizani qilgan mebelimiz endi biz cho'tki turibdi 90 gradusda, lekin patolog qiyshuv. Xuddi shunaqa holda ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Mana sheli bor bo'pti. Lekin mana bu yoq chetiga kelganda, bu yerda sheli yo'q. Bitta tegib turibdi. Bu yerda sheli bor. Bu yerda ham mana tegib turibdi-da, keyin sheli bor. Xuddi shu narsa ko'p joyda parod qiladi, ya'ni mebelchi noto'g'ri qilganga o'xshab qoladi, lekin yo'q. Odatda dizaynda akkuratni qilib tepasiga shapkami, nima deydi, fartuq deydimi, planka berib ketish kerak. Xuddi shunaqa ham devorda ham ko'pincha ham plintusni olib kelib shundoq ichkariga kirgizib olishadi, mebelni taqib qo'yishadi. Vizualizatsiyada tegi ko'rinmasa, mana shu ko'rinmasa, bo'ldi, o'tib ketadi. Lekin hayotda unaqa chiqmaydi. Plintusni proyektni berayotgan plintus ustiga chiqish kerak, mebelni devorga taqash kerak bo'ladi.